Qanaqa ish bo'lsa ham ishlayman. Shu borvorsam bo'ldi Rossiyaga. U yog'ini keyin o'zim tortib ketaveraman. Senga umuman qiyinchiligim tegmaydi. Ha, boshda endi ozgina puldan ham qarashib turasan-da, o'rtoq. Bilasan, baribir borganda qiyin har holda. Da, yo, rosa qiyin. Hattoki nimadir olib yeyishga ham pulim yo'q, ishonmaysan. Ey, degani o'zi bitta sen kamsan shu Rossiyaga? Ha, beda ishlanmaysan sen, Tannos xonimsan. Beda ish yo'q senga. Nima? Yedingda quloq miyani olib beraman biletingni, lekin bir oyga qolmay qarzingni to'laysan, aytib qo'y. Men sen uchun ishlashga kelmaganman bu yerga, tushundingmi? Ha, zimay to'xtab tur. Birimda ikki qilmaydi bular. Tekin xitga olib borib sotardim, manilarda yaxshilik qilardim-da. Hozir yo'q hech narsani iloji. Ha, bo'pti. Biletingni olib beraman. Yana mayga kuyov men ishlalmayman deb asabimni buzmaysan, xo'pmi? Hamma shunaqa qiladi. Kuyovgincha ishlayman, hammasini qilaman deb. Lekin mayga kelgandan keyin qiyinchilik ko'rgandan keyin bortini bergisi kelib qoladi. Yo'q. Bo'pti. Onang uchun yaxshilik qilaman-da. Bo'pti. Mayli. Kelasi qilib o'chib kelasan, bo'pti. O'rtoq, buncha qiyin bu. Voy, namuncha oxir bu. Nimaga ham keldim? Qasha tez bor. Hamma ishi kelgancha, "Voy, hamma ishni qilaman, hamma ishga bo'laman. Qarzingni bir oyda beraman." Nima berasan? Shunday Rossiya, xo'pmi? Chidaganga chiqargan, endi ishlaysan. Xo'pmi? 1 yilga senga patent to'ladim. Davlat tez ishingni qil. Hali ertaga ham xaltura bor, uborkaga chiqamiz. Zo'r xazinalarim bor. Cheyvi beradi, 200-300 rubl yo'l kira qilib olasan. Oy, men bu yerlarda pullar yerlarda supurib olaman deb o'ylardim. Adashgan ekanman. O'zbekistonda yursam bo'lmasmidi? Adashmay ketma. Yerda qara, dollarlar yotibdi. 5000 rublliklar yotibdi, supurib aylanib ketadi. O'rtoq, kulma, men qayerdan bilay, oson deb o'ylardim. Oson ish qayda bor ekan? Ketkim kelibdi o'yda. Hali qarzingni to'lashing kerak. Qayerga ketasan? 1 yil ishlaysan. O'rtoq, balki boshqa ishda olib berarsan. Menga bu ish umuman to'g'ri kelmayapti-da. Uborkaga chiqasanmi? Yo kampirlar kutini yuvib berasanmi? Qaysi ish ma'qul? Aytsang bo'ldi. Любой ishni olib beraman. Rus tilini ham bilmayman hattoki. Hamma ishni qilasan-a? Kuyovgincha tu ishlayman hamma joyda deysan. Na kampirga qaraldi, na bir dvorniklik qilardi, na bir uborkada ishlardi. Voy, bu nasta o'rtasidan yurib tozalab, voy o'zimning ishlarim ham qolib ketdi. Shu uchun Rossiyadagilarga oson tutmanglar. Boring, meni chaqir. O'zlaring ishlasalaring, o'zlaring ish topolsalaring, tilda bilsalaring, marhamat kelaveringlar. Rossiyaga hamma siqqan, sizlar ham sig'asizlar.